Voy, men bu DTPni qaranglar, Leapmotor C16 ayanchli ahvolda DTP bo'lgan, avtobus kelib turib, mana shu yon tomondan urgan. Shunchalik og'ir darajada bo'lganida diskalari ham sinib ketgan. Qaranglar buni, diska qanaqa qalin narsa bo'lmasa. Lekin bu videodan maqsad bu DTP emas, imminni Leapmotor C16 da podushkasi qanaqa ochilishida. Ya'ni, ko'rayotganinglardek podushkalarimiz yon tomondan ham, oldidan ham ochiladi. Bu juda ham zo'r degani sababi agarda oyna sinadigan bo'lsa yoki kuchli udar bo'ladigan bo'lsa, eshik kirib ketadigan bo'lsa, xuddi shu podushka sizlarni qanchadir miqdorda xavfdan xoli qiladi. Ko'rayotganinglardek, mana buni shunaqa holda podushkalarimiz ochilar ekan. Kimdir uchun bu qiziq ma'lumot, kimdir uchun qiziq emas. Men sizlar uchun ushbu avtomobilimizni podushkasi qanaqa holda ochilishini ko'rsatib beryapman. Polniy ko'rayotganinglardek boshidan oxirigacha xuddi shunaqa ko'rinishda podushkalarimiz ochilar ekan.